O'zlaringiz qani baho beringlar, qani shu qizga yaxshi javob beriladimi yo'q? Qiz bilan o'tilgan mavzu bo'yicha savol qilamiz. Vitamin 5. Vitamin 5. Dexapantenol yuzni tinchlantiradi, kupiroz va rozatsiyalar uchun. Sink. Sink teri baryerini tinchlantiradi, pigmentlarni oshartiradi. Vitamin E. Vitamin E eng kuchli namlantiruvchi, mayda ajinlarni ketkazadi, pigmentlarni kamaytiradi. Shunaqami o'zi? Mayda ajin ketkazadi, to'g'ri. Vitamin C. Vitamin C eng kuchli antioksidant hisoblanadi, immunitetni yaxshilaydi, pigmentlarni oshartiradi. Vitamin B3 ning ikkinchi nomi. Niacinamid. To'g'ri. Vitamin A. Vitamin A retinol bo'lib, mayda ajinlarni ham ketkazadi, pigmentlarni ham oshartiradi, akne va postagmeni davolaydi. To'g'ri. Glutathion. Glutathion. Glutathion teri baryerini tinchlantiradi, teri tonusini ham yaxshilaydi. Yo'q. Yo'q, u nima edi? Organizm. Eng kuchli aminokislota. Eng kuchli nima? Oqartiradi, glow effekt beradi. Aminokislota.